Maqsadimiz har bir mijozni rozi qilish bo'lgan House Mobile magazinimiz. Har bir smartfonimiz orqali sizni ishonchingizni qozona olishga ishongan House Mobile'imiz. Assalomu alaykum. Kuniga 100 ta chegirmani bizdan kutib oling va bu smartfonlar haqida xotirjam rasm, video, xususiyat, narx hammasini batafsil Telegram orqali ko'rishingiz mumkin. Pastda hozir videoni ko'rsatib, to'xtatib, pauza qilib, obuna bo'lib, keyin Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sizlar uchun manfaatli bo'ladi inshaalloh. Smartfonlarga zo'r chegirmani e'lon qilaman bugun. Xudo xolasa qaranglar. Sizlarga noyoblik qiziqarli, hamma smartfon ishlatib ko'rdingiz. Flagmanlar uncha qiziqarli bo'lmayotgan bo'lsa, men sizga premium flagmanni 8256 lik $230 ga hattoki sarafanlar olinmagan dunyoning eng bardoshli smartfoni Flip 4 smartfonni taklif etaman. eSIMlargacha o'tgan, Snapdragon chipiga ega bo'lgan, juda ham arzon narxda. $69 ga 128 talik Note 9 ideal holatda. iPhone 13 Pro $399 ga yangida 128 90 dan yuqori o'ta noyob holatda. Aynasiga Mashalloh 13 Pro 128 87 ekan, eSIMgacha o'tgan $399 ga, bu esa 256 ekan, $435 ga. $435 ga ko'p magazin 128 ta sotadi. Bizda esa radno holatda ideal iPhone 13 Pro ni 256 varianti. Bugun iPhone 12 Pro Max bilan chegirma qilib yubordik. Aynan sizga iPhone 12 Pro Max ni $345 ga tasavvur qiling, 378 dan sotayotgan telefonlarimiz qanaqa darajada arzon. Daji iPhone bilan bizga 200 dan qimmat kirib kelyapti. Bugun men sizga berayotgan narxim $189 ga 6490 batareykali Red Product rangda o'ta arzon narxda. Aynan sizga iPhone 12 Pro ni yangida A+ segmentdagi variantini taklif etaman. Mukammal segmentni beraman. Aynan sizga $319 ga iPhone XS'lar 178 sotayotgan edik. Bugun $165 ga ideal 64 GB noyob stilda 64 GB eSIMgacha o'tgan, xudo xolasa 83% iPhone 11 ni yangida holatda 64 GB 90 dan yuqori, narxi esa $199 ga. Nihoyat darajada arzon, yuqori sifatga ega iPhone 16 Pro ni eSIMlargacha o'tgan, $750 ga yaqin sotilayotgan telefonni $699 ga qilib beraman. A32 ni Koreyadan kelayotgan varianti ham 115 sotilyapti. 128 talik beraman Dubay regionida. Koreyskiga 64 talik bo'ladi. Buni narxi esa chegirma narxda bor yo'g'i $75 ga teng yarim narxida. iPhone 12 Pro ni kutib oling. Siz uchun chegirma narxda kutib oling. $295 ga 128 97 batareya bilan kutib oling. Bunaqa narxda daji O'zbekistonga kirmayapti. Bundan qimmat ham kelyapti. iPhone XR ni 128 100 batareykali o'ta noyob holatda A+ segmentda $190 ga. iPhone 15 Pro Max ni natural rangda ko'pchilik bizdan so'rashdi, talab qilishdi, biz esa taklif etamiz. 206 $750 ga mijozni o'zi bizga bermay chiqib ketadi bunaqa holatdagisini. 745 ga qilib beraman. iPhone 16 Pro Max ni men sizga taklif etar ekanman. Ishoning, chin yurakdan gapiraman. Ikkalasi bas, uchalasi ham ideal 90 dan yuqori 919 910 dan qilib beraman. Xudo xolasa har biri o'ziga xoslik. Desert rangda va o'zim $920 gacha shunaqa holatdagisini olishga tayyorman. O'ta kuchli taklif ekanligini his eting. eSIMgacha o'tgan, smartfon O'zbekistonda ishlamagan, radno holatda 89, 88 ajoyib noyob ranglar $220 dan qilib beriladi. 128 90% radno iPhone 4 ni $355 ga beraman. 14 Pro ni bugun shunaqa noyob keldi, 90 dan yuqori radno holatda qora rangda A+ bitta nuqtasi yo'q. iPhone tarixidagi eng go'zal rang qora rangdagi iPhone 14 Pro ni 540 ga qilib beraman. Aynan sizga S24 ni 415 ga eSIMlargacha o'tgan kompaktni titandan ishlanganligi bois o'ta yengil, o'ta qulay, o'ta noyob iPhone 13 ni 128 97 $322 ga. Bu hali hammasi emas, buni ixcham modeli ham bor. $270 ga 128 90 dan yuqori o'ta idealniy variantda. Bugun men sizga iPhone 15 ni beraman. Bugun men sizga qora noyoblikni beraman. Aynan sizga 128 95% noyob stilda, noyob narxda, ataka $485 evaziga aynan sizga Galaxy S23 Fan Edition'da $280 ga qilib beraman. Haqiqiy professional tanlovni beraman. Aynan 24 Plus ni esa chegirma narxda $460 qilib berishga tayyorman. Inshaalloh har bir smartfon orqali sizni rozi qilishni niyat qilgan magazinimiz 25 Ultra smartfonni $790 ga Dubay regionida ikkita sim kartali, koreysksini ham
810-820 sotilayotganini ta'kidlab o'tishim joiz. Aynan men sizga 24 ultrani kecha mijozimizdan birinchi filialimizda 730 ga talashib tortishib olibman. Bugun 730 dollarga undan ideal Dubay regionalisini qilib berishga tayyorman. Bu narxda ishoning yo'q qidirganda 115 dollarga Note 13 modelimiz. Sifat va narx raqobatchisi aynan A7 Pro korobka hujjatli yangi model atigi 112 dollarga. Xiaomi 14 sizga mukammallik, rusifikatsiyalargacha bor bo'lgan, hatto O'zbekistonda ham bu haqiqiy global varianti 389 dollar evaziga taklif etaman. Galaxy S22 ni A+ segmentda beraman 245 dollarga. Galaxy S22 ni yangida 255 dollarga A+ segmenti. 145 dollarga fanatlarning smartfoni S22 Fan Edition. S22 Ultra'ni mana xayr. 22 Ultra'ni 12256 lik 370 ham mayli. Mashaalloh bunaqa narxlar даже bizga kelmaydigan narxlar-ku, hurmatli obunachilar. 10 da men chegirma narxda qilib beraman. O'ta noyobini 69 dollarga. 12 Pro Max ni tasavvur qilish qiyin 128.92 365 dollarga. O'ta darajada arzon narxga. iPhone 13larni o'ta noyob 128.87 radnoy holatda 335 dollarga. A+ segmentda S25larda 12256 lik o'ta arzon narxda 540 dollarga. A+ segmentda o'ta noyob yangi holatda 128.84 lekin narxi 195 dollarga, ya'ni 64 talik narxidan arzon. Bu narxlarni g'animat biling va bu imkoniyatlarni zoya ketkazmang. O'z vaqtida foydalanilmagan imkoniyat, bu zoya ketgan imkoniyatdir. Aynan sizga 256.97 batareya bilan 365 dollarga bu nimasi axir 128 talik narxidan arzon narxga 256 lik kamera stiklolar qo'yib o'ta ehtiyot qilib ishlatilgan. Hozir ham ko'rdingiz, iPhone XR'ni 195 reklama qildim. 159 dollarga o'ta noyob 64.90 batareyali 12 Pro Max ni oq rangigacha kirib keldi. 128.95% ideal darajada. Aynan S25 Fan Edition bu iPhone Air kabi ingichka. Bu haqiqiy san'at asari. Bu flagmanni noyob ko'rinishi. Aynan chegirmada sizga eksklyuziv tanlovni atigi 560 dollarga taklif etaman inshaalloh.